Bavariya klubining 21-asrdagi eng zo'r to'p urarlari. Boshlashimizdan oldin oldin qo'yilib kerak. Albatta like bosishni unutmayman. 3-2-1. Robert. To'ppa to'g'ri. Aryan Robben 4-o'rinda 144 ta gol bilan. Keting davay. Robben eslanganda albatta Ribery. Do'stlar Ribery. Ribery bor. Afsuski Ribery bu ro'yxatda o'zi nomidan Ro'yxat qo'lla noto'g'ri olmadi. ekan. Ro'yxat noto'g'ri tuzgansizlar sizlar. Noto'g'ri, rostdan ham. Mayli. Yirtmaydi. O'tgan asr-ku. Ha, rostdan ham da. 21-asr deyiladi. To'g'ri. Lekin adashi bor. Thomas Müller, men Thomas demoqchi edim. Thomas Müller to'ppa to'g'ri 2-o'rin 250 ta gol. Robert Lewandowski. Lewandowski. Albatta, Robert Lewandowski 1-o'rinda 344 ta gol bilan o'z nomini muhrlagan. Gnabry. Afsuski yo'q. Va o'sha mashhur Miroslav Klose. Ha derdik-ku, lekin bu o'yinchi ham yo'q. Klose yo'qmi? Hop. Harry Kane. Harry Kane to'ppa to'g'ri. Keyin o'sha chiqib qolgan 100 ta plus gol bilan o'z nomini 3-o'rinda muhrladi. 5-o'rinda Perudan kelgan bombardier hujumchi. Mana sizlarga yordam. Mana bilmayman lekin. Esim kelmayapti. Menimcha qolinglar kerak o'zingizlar. Albatta.